Bir dakika nima? Bir dakika. Yo'q. Hop, bir joy olimlar gapiring. Aka bir joyga savdo bo'lyaptimi bu? Ha. Qanchadan? 200 ming bir joyda. 200 dan bir joyga. Aka Oltinsoy Xo'ja soatdan. Demak, bugungi chislo 25-iyun Sariosiyo payshanba bozoridan. Ehtimol 200 dan bir joy savdo bo'lyapti. Aka qancha bo'ldi bu qo'zi? 5 million 100 mingga erkak qo'zichoq. Aka bu qo'zilar savdosi qanday bo'lyapti ekan? Qaysi biri? Qaysi birini so'rasam mendan? Har bir so'rayapti aka. 4,5 so'rayapti aka. 4,5. Katta maydalik kichkinaga qarab. Qo'shqor bobligi ham bor aka. Mana ko'ring aka. Bo'ldi. Yedimi qarang. Hoca kimga aytaymi? Hoja kimga aytaymi? Bir ko'rib turibman. Chaqirib ko'rayman. Eshiting bitta gap. Eshiting. Bitta gap. Naqdini ko'raymi? Naqdini ko'raymi hoja aka? Bermaganman 7,5 dan. Men molga roziman. Pulingizga rozimisiz? Bermaganman 7,5 bor baraka oling. 7,5 baraka. Bermaganman. 8 ni aytmadimmi? Vay hoca aka. Assalomu alaykum. Hoji, tinchmisiz? Ahvolingni. Qo'shqor aka. Aka bu qo'ylar savdosi qancha bo'ldi? Aka, qo'ylar savdosi qancha bo'ldi? 7 milliondan so'raladi. Savdosi qanchadan bitta ekan? Haydi. Qanchadan bitta ekan aka? Qanchadan bitta savdosi? Aka yerda hali ko'tardi. 7,5 dan savdosi bitta. Bir joyga. Qo'ylar 7 million 100 dan berib uydalar 30 so'm. 7 million 100 dan. Demak. Ehtimol 100 dan savdosi bitta, uydan 30 ta qo'y qo'shib beriladi yana. Hozirgi qo'ylar. Aka bu qo'ylarning savdosi qanday bo'lyapti aka? Hammasi har xil. Sifatiga qarab 8 milliondan mana past qo'ylar bor. Aka savdosi qanday bo'lyapti ekan bular? 16 ta qilyapti bir joyga. 16 dan bir joyga. Bermadingizmi? Hammasi chora. Nechidan bo'lyapti? 16 dan savdo bo'lgan ega bermagan. Eganing narxi 7,5 million baho qo'yilyapti. Aka bu qo'ylar qancha bo'lyapti ekan? 8,5 dan baho. Tish qanday ekan? 15 ta tishi bor. 15 ta tish. 10 ta 4 ta 6. Chora qo'ylar, bitta soq qo'ylar. Ikkitasini yoshi katta ekan, 6 tishli deydilar. Shuncha kadar qismiz kerak, katta ko'rinyapti.
16 dan bir joyga bular berilmadi. Böyle. Demek savdosu qanchadan böyle bularni? Savdosi 76dan buraya. 15 dan. Bir joyga mi? 76dan. Bu to'naklardan olaylik, chiril qo'ylar ekanda. Shu qo'ylanishni endi nima qilib olaylik? Hammasi bo'yi 80 aka. 15 dan. 80dan. 15 ta dusoq emas. 15 dan tutsa, mana 2 ochori. Hayda o'sha aka. Ikkita chori. Qolgan dusoq ishda. Aa, 99lik, demak 99lik 131, 131 30 75. 30 75. Qo'ydi davomi bor-a? Davom bor. Qanchachi davom? Qo'ylar qanday bo'lyapti ekan? Bahosi 7 milliondan. Bahoni egasi 7 milliondan qo'yapti endi bir joyga. Yo'qsa yo'q. Mana savdolashib ko'riladi. Qush qanday ekan bular? Men qo'y bozorda. Siz ayting, men ko'rsataman aka, mana bir boshda. Savdosi qanday bo'lar ekan aka buni? Savdosi 71 dan bo'ldi aka. Bir joygami? 71 dan. Savdolarni bugungi narxi shunday, demak bugun 25-iyun Sarsiya payshanba bozordan. Necha bor aka? Savdosi qancha bo'lar ekan buni? 12. Ikkala balasimi o'zdanmi? Qo'chqor bolalar 12 bo'lyapti. Na, rangi boshqa o'xshaydi ekan. 12 bilan savdo, ikkita qo'y turibdi oldida. O'zi xushqarchalar ekan. Qo'ydi o'zi ham yosh. Sog'lig'i zo'r ey. Shakir, men bergan emanman, meni ko'rib olaymi? Kasal qo'yga o'xshayapti. Sog'lig'i qanday degan odam u kasal degan, to'g'rimi? Aka bu qo'ylar qanday bo'lyapti ekan savdosi? Foto bo'lgan yo'q aka. 9 dan baho qo'yyapti. Demak, hali savdo bo'lgani yo'q ekan. Hali barvaqtlik uchun. Demak, sen o'zimizni bitta qo'shsin ol. 2 tish, 4 tish chori. Bo'ladimi? 7 soq. Ye qo'y, odamlar o'nga ololmay yotibdi. Nechi bo'lyapti? 12 bo'lyapti. Ayting kesin. Aqli ham beraman.